Kamchiligim yaxshi o'tiribsizlarmi? Shepovimiz berib yubordik xojonalarga deb. O'zimizda chiqayotgan zavarnoy bu ta'miga baho berasizlar. Voy mashallah. Shepovimiz ko'ribdilar, voy bordizu. Ha. Shunga aytilib bitta duo qilib qo'ysin xojonalar deyishdi. Kim duo beradi? Xo'p bo'ladi. Hojona bitta duo bering. Restoranimizning shepovimizga bitta duo berib Svija, aytdilar, rahmat. Qo'shilaman. Qo'yib berasiz. Voy, alhamdulillah, Allohim ishinglarni rivojini bersin, omadinglarni bersin. Biz ko'p kelamiz, har safar shu yerda o'tiramiz. Ilohim ishlaringlar xayrli bo'lsin. Hammanglarni topgan tutganinglarga, umringlarga, kasb-koringlarga Allohim baraka bersin. Chef povringlarni ham ishlari rivojlanib ketsin. Bunaqa joylarni yana ko'plarni ochinglar. Mayli Alloh rozi bo'lsin. Yo'q demadinglar, biz xurmolar olib kelib qo'yamiz. Osh bo'lsin. Ilohim sizlarga ham nasib qilsin. Hammanglar oilalarni, adinglarni hammani olib borish. Mana 7 marta bordim. Allohga shukr, alhamdulillah. Hammaga nasib qilsin. Ishxonanglar gullab yashnasin. Bundan ham chiroyli bo'lsin. Raqobatchilardan ham o'zib ketinglar. Allohim omadinglarni berib, yuzinglar yorug' bo'lib, har doim Allohning panohida yaxshi kunlarda biz ham kelaylik. O'zinglarning klientlar ham shunaqa chiroyli ko'paysin, omadinglarni berib, ishinglarni rivojini bersin. Rahmat, bolalarga shukr. Kamchiligim yaxshi o'tiribsizlarmi? Osh bu somsalar qalay? Mazasi yaxshimi? Kamchiligim yo'qmi? Hozir aytibamiz, somsa ham zo'rda. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi beramiz. O'rnani qilib yozib ketamiz. Rahmat. Daryoga boramizmi? Daryoga boramiz. Daryoga deb qo'yishadi. Safar shu yerda o'tiramiz, biz masjidda. Har oyda biz o'tiramiz.